8. Bab. Keyin Parvardigor manga bir cho'ng taqtayga kishilar o'qiyolgudek aniq qilib, tez bulash, tez talon-taroj qilish deb yozg'in. Men ishonchlik bo'lgan ruhoniy Uriya va Yibarakyoning o'g'li Zikriyoni guvohlikqa chaqirman, dedi. Keyin men ayolim bilan bir o'rinda yotdim. U homildor bo'lib, bir o'g'il tug'di. Parvardigor manga uningga tez bulash, tez talon-taroj qilish deb ism qo'yg'in. Bolaning dada, ona deb tili chiqishdan burun Damashqning va Samariyaning o'lji olgan boyliqlari Asur podshohi tarafidan elib ketiladi, dedi. Parvardigor manga yana mundaq dedi. Bu xalq tinch oqadigan shiloh o'stinidan voz kechib, podsho Rezin va podsho Pekahdan xush bo'ldi. Shunlashqa men Parvardigor xuddi Firat daryosining shiddatli suyidek Assur podshoyi va uning kuchli qo'shinlarini ularga qarshi boshlab kelaman. Bu qo'shinlar xuddi kalkundek bo'g'izlarni bo'sib, qirg'oqlardan teshib ketadi. Bu iqim Yahudiyaga saldek kelib, tashqillab, uning bo'ynigacha taqishidi. Uning keng yeyilgan qanotlari butkul zeminingni to'ldirdi. Hey Immanuel! Hey yot xalqlar! Sizlar hukm talqan bo'lisizlar. Ey yiroqdagi alla! Sizlar quloq selinglar. Savutinglarni kiyinglar, lekin hukm talqan bo'lisizlar. Savutinglarni kiyinglar, biroq baribir hukm talqan bo'lisizlar. Puxta urush plani tuziveringlar, ammo u korga kelmaydi. Buyruq tushiraveringlar, biroq u amalga oshmaydi. Chunki Xudo biz bilan birgadir. Parvardigor qudratli qo'li bilan menga kuch berib, meni bu xalqning yo'lida mangmaslikqa ogohlantirib, mundaq dedi. Bu xalq suiqasd deganni sen suiqasd dema. Ular qo'rqqan ishlardan sen qo'rqma, vahimimi qilma. Men qudratli sardor Parvardigoringni muqaddas deb bil. Faqat mendan qo'rqqin. Faqat mendan vahima qil. Men sizlar uchun panohlanadigan joy bo'laman. Lekin İsrailiyaning ikki podshohligi putlashadigan nurg'un odamlarni putlashtirib yiqitadigan tosh bo'laman. Yerusalim aholisi uchun tuzoq va qopqon bo'laman. Nurg'un odamlar bu toshqa putlashadi. Ular yiqilib, parcha bo'lib ketadi. Ular qopqonga tushib asir bo'ladi. Ta'limlarim, putilgan yozmalarimni o'rab qo'yg'in. Shogirdlarimga aytilgan bu ta'limlarimni pechatlab qo'yg'in. Men Yoqub avlodlarini rad qilgan Parvardigorni kutaman. Men umidimni uningga bog'ladim. Mana qaranglar, Parvardigor bana ikki farzand ato qildi. Men va farzandlarim Sion tig'ida o'z xalqi bilan birga bo'lgan qudratli sardor Parvardigorning Isroiliya uchun bergan nishon va bishoratlaridir. Odamlar sizlarga o'lganlarning ruhidan yordam tilab, afsun o'qiydiganlarning qishig'a beringlar, deydi. İnsan öz taqdirini bilish uchun
Xudoga murojaat qilmasdan o'liklarga murojaat qilishi kerakmi? Yo'q. Xudoning ta'limi putilgan yozmalarga qaranglar. Agar ular bu ta'limlar bo'yicha so'zlamasa, ular tong nurini ko'rolmaydi. Ular bu zaminda qattiq azoblanadi, och-yalang'och qoladi. Bu chaqda ular qattiq g'azablanib, osmonga qarab, podshoyiga va Xudoga la'nat o'qiydi. Ular atrofiga qarab, faqat azob, qorong'ulik va qo'rqinchli kulfatni ko'radi. Ular tun qorong'ulikqa tashlanadi.